Yaqinda ko'zimda yiringlab ketgan lab bor ekanda, sen shunaqa uchraganmi? Yiringlash bo'lishi mumkin любой kosmetologda. Deyarli balkim bu preparatdandir. Birinchi prichinani topish kerak nimadan. Chunki ko'pchilik patsientlar kosmetolog rekomendatsiyani quloq solmaydi. Hozir biz inyeksiya qildikmi, inyeksiyadan keyin ovqat yeydi, hali bitmagan joyi, ovqatda yog'li narsa kirib qolishi mumkin. Demak, infeksiya, bakteriya bo'ladi. Bu ozgina sal boshida og'riydi. Ikkinchidan keyin sal og'rigandan keyin temperatura beradi. Temperatura bergandan keyin u yiringlash boshlanadi. Srazu biz yordam berishimiz kerak. Patsientimiz telefon qiladi, kelish kerak. Kerak bo'lsa uni полностью удаление qilinadi antidot bilan. Antibiotika terapiya lechение qilib berishi kerak bo'ladi. Kimda qanaqa yiringlash bo'lishi mumkin? Ko'pchilikda qo'rqqandan uchuv chiqadi. Hozir havo salqin, ozgina sovqatsa ham uchuv chiqadi. Albatta patsientimizni ogohlantirishimiz kerak. 3 kun oldin protivirusniy dorini назначение beraman. Keyin muolaja qildimi, mandan keyin yana 4 kun, 5 kun, deyarli 7-10 kun ichsa bu uchuv chiqmaydi. Deylik, уже qilib oldik muolajani. Уже chiqdi bu narsa. Все, o'zini mazi bor, o'zini protivirusniy preparatlari bor, ichadi. 7 kunda yo'q bo'ladi bu narsa. Men tavsiya beraman, albatta, yoki yonimga kelish, yoki назначение to'g'ri bersangiz 3-4 kunda o'tib ketadigan narsa.